Biznes uchun zo'r ideya. Mana shunday lolali rezinkani tikib sotsangiz bo'ladi. Instagram profilingizda challengeimizni 2-kuniga mana shunday lolali rezinkani ko'rsatib beraman. Bo'yiga 50 sm, eniga 20 sm qilib oldim va 16 sm rezinka qildim. Birinchi mana shunday rezinkasini tayyorlab olamiz. Ikki yonida oz-ozdan ochiq joy qoldirishimiz kerak va o'ng tarafga o'girib, ikki yonini xuddi mana shu videoda ko'rsatilgandek tikib olamiz. Tikib olgan joyimizni o'ng tarafga o'girib, rezinkamizni o'tkazib chiqamiz. O'tkazib olganimizdan keyin chokda rezinkani mahkamlab olishimiz kerak bo'ladi. Endi lolani tayyorlashga o'tamiz. Lolani 12 ga 14 qilib oldim. 60 sm-lik ip qirqib oldim men. Siz o'z xohishingizga ko'ra qirqib olsangiz bo'ladi. Keyin mana shu yerda zo'r lifehack. Mana shunaqa o'ng tarafga o'girib olsangiz osonroq bo'ladi. Ya'ni qiynalmay o'girasiz. Chokda ham ko'proq qaytarganingiz yaxshiroq. Lolalarimizni xuddi videoda ko'rsatilgandek tikib olamiz va ipni o'rtasiga qo'yib, ekinada choklab chiqishimiz kerak bo'ladi. Tikib olamiz. Tikib olganimizdan so'ng yaxshilab mahkamlab bo'lganimizdan so'ng lolalar ishib turish uchun paxta solamiz. Paxta solsak lola chiroyli bo'lib, peshni bo'lib ishib turadi va lolamiz shalpayib qolmaydi. O'shaning uchun paxta solishimiz kerak bo'ladi. Keyin videoda ko'rsatilgandek to'rt yonini tikib olamiz va lolalarimiz tayyor bo'ladi. Tayyor bo'lgan lolalarni biznes uchun foydalansangiz bo'ladi. Mana shunday foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun menga obuna bo'lib qo'ying.